Zakaz. Zakaz iti. Zakaz iti. Birinchi zakaz magazin Klubnika degan magazindan xohlagan. Klubnika, padarka, mana narsa bu. Shirin yigit zakazda o'g'illi. 10 tochkali. 5 joy olib 5 joyga borish kerak. Ikkinchi adres onlayn trenddan. Onlayn trenddan keldim. Zakazda oldim. Bitta fleshga berdi. Ikkinchi adresga qarab, uchinchi adresga qarab ketdim-da. Uchinchi adresda video ko'payib ketadi deb kamera olma qildim. 4-adresdan dokument berdi. Dokumentni oldim. 5-adresga keldim. 5-adresga kelgandan keyin manaqa dum-dumaloq reklama berdi. Keyin уже получатель keldim. Mana biznes centerga yigit propiskani bosdi. 37-etajga ko'tarilish kerak. 37ga ko'tarildim. Apani qo'liga zakaz berdim. Apa ham davolni, men ham davolni. Mishiqda ovqatini olib keldim. Mishiqda ovqatini berdim. Ko'chaga chiqdim. Iyun oyiga yomg'ir. Mana ahvol. Yoz o'rtasiga shagam shukur deb chap chup qilib mashinaning oldiga qarab yigit haydadi. Dokument yo'q, dokument emas. Klubnikani olib kelib berdim apaga. Apa rahmat. Yerimga ham rahmat dedi pomoyimchiga. Keyin men oxirgi adresga qarab keldim. Oxirgi adresga qarab kelgandan keyin ana bu onlayn trendda zakazi возврат bo'lgandi. 4 soatmi 5 soatga yigit ishlagan.